Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan biz Computer Master kanali. Bugun biz maktabdan qochamiz. Mana maktabdan qochamiz. Buning nomi Great School Breakout First Person. Bu o'yin yaxshi o'yin. Men bu o'yinni avval ham o'ynaganman. Yangilanmagan bo'lsa, o'ynaganim ancha bo'lgan. Shuning uchun hozir o'ynab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing do'stlar. Shunda yangi videolar tezroq chiqadi. O'yinga kirishini kutamiz. Buni bosamiz va loading ketyapti. Ya'ni yuklanmoqda o'yin. Shuning uchun playni bosamiz. Easy. First person. Endi biz stolni olishimizga to'g'ri keladi. Tepasiga chiqamiz. Mana bu yer ochiq va sakrab. Voy, tushib qoldik. Mayli, hech narsa. Yana bir marta. Hoppa. Yaxshi. Mana strelka bu yoqqa ko'rsatib qo'yibdi, demak, mana bu yerga yuramiz. Chiqdik. Endi tepaga qarab chiqamiz. Va mana buni bosamiz. Bu mana bunaqa ventilyatsiyalarni ishlatadi va biz mana bu yerga yetib kelamiz. Men bu o'yinni avval ham o'ynaganman. Juda tez o'tkazishim mumkin. Shuning uchun hayron qolmaysiz. Bosamiz, tepaga chiqadi va pastga tushishini kutamiz. Va tepaga chiqamiz. Va mana bu yerga o'tamiz. Ketdik. Bu adashmasam kanal tarixidagi ikkinchi o'yin video. Kanalda o'yin videolarini endi boshladik chiqarishni. Shuning uchun qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Sizlarga bu yoqadimi, yo'qmi, shuni bilib olishimiz kerak. Yoqmasa bunaqa videolar chiqarilmaydi. Agar yoqsa, shunaqa videolarni ko'p-ko'p chiqarishga harakat qilamiz, albatta. Yana bir marta takrorlayman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bu biz uchun, men uchun motivatsiya va yangi videolar shunchalik ko'p chiqishini imkoniyatini oshiradi. Mana bu yerdan ustozdan qochishimiz kerak. O'ng tomonda kalit bo'lishi kerak. Qochamiz. Mana bu yerda qatib qolibdi bittasi. Mayli, nima ham qilar edik. Yuguramiz. O'zan yerda eshik bor. O'shandan ochib kirib ketamiz. Endi tepaga chiqamiz. O'zi yarmidan ko'pini o'tib bo'ldik, adashmasam. Yana bilmadim. Sizlarga dasturlash qiziqmi? Shu haqida ham videolar chiqaraymi yoki yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Agar ham bo'lsa, videolar chiqaraman. Bu yerdan ham o'tib oldik. Tepaga chiqamiz va qaroqqa turib yuguramiz. Va o'tdik. Mana bu yerdan endi mana bundan tushamiz. Mana bu yerda juda ham ko'p sakrag'ochlar bor, shulardan o'tish kerak. Yoniga kelib turib sakraymiz. Sakraymiz. Va yana bir marta sakraymiz. Bo'ldi. Bu yerdan ham o'tib oldik. Endi mana shu yerga to'pni tushirishga to'g'ri keladi. Olamiz. Va shu yerga otamiz. Tushmadi. Yana bir marta, yana tushmadi. Olamiz va otamiz. Olamiz, yana otamiz. Negadir tushira olmayapman. Tushdi. Mana g'oyat juda ko'p urinishlardan keyin hozir mana orqa tarafga qaytib ketgandan keyin biz
yurishni boshlaymiz. Ketdik. U bizning orqamizni quvadi. Chunki tabiiy va hojatxonaga kirib, uchinchisidan tepaga chiqib ketamiz. Ustoz endi bag'iga quvmaydi bizni. Chunki ustoz juda ham semiz. Bu yerga kira olmaydi. Va mana bu yerga o'tamiz. Yana to'p otish sal bunisi osonroq. Mana bu yerga otamiz. Bo'ldi. Endi tepaga chiqamiz. Kirishga bo'ldi. Lekin bizga farqi yo'q. Biz darsdan qochyapmiz. Darsdan qochish uchun shuncha qiyinchilik. Shuning uchun darsda o'qigan yaxshi. Darsda o'tirgan yaxshi. Bu hayotda qilmasligingizni so'rayman, chunki bu o'yin. O'yinda farqi yo'q. Lekin hayotda bo'lmaydi. Mana yerga sakraymiz. Va chiqib oldik. Lekin bu bizning yo'limizda shuncha pastga tushdik. Qanday baqa yetib kelganimizni tushunmadim men. Mayli, chiqib olamiz. Juda ham tez yuguramiz. Avvalgi videoda ham shunday joy bor edi. Bu ham School Hobby. O'shani boshqacharoq versiyasi. Mana yerga hop. Hoppa. 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 Yana mana yerga sakraymiz. Va mana bu yerga. Mana bu yerda ham joy bo'lishi kerak. Tushib ketmasdan. Tushib ketib qoldik. Mayli. Yuguramiz va yana yuguramiz. Birdan, mana bu yerdan, mana bu yerga va mana bu yerga. Mana bu yerga sakraymiz. Hoppa. Mana bu yerga. Mana bu yerga sakraymiz. Va mana bu yerga va eng oxirgi bo'lib mana bu yerga sakraymiz. Bo'ldi. Endi ustoz bilan poyga o'ynaymiz. O'tiramiz. Ekran ko'rinmayapti. Tezlashtirib olishimiz kerak. Ustoz bilan olish mumkin. Ustoz eng muhimi videomizni ko'rishi kerak. Mana bu yerda ham bizcha poyga bo'ladi. Ustoz bizlar ancha orqada qoldi. Endi yerdan parkurdan o'tishimiz kerak. O'zi bu o'yin parkur. Juda ham parkurlari ko'p. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan parkurdan o'tamiz. Bu yerdan yiqilishni hech kim xohlamaydi. Yiqilishdik, xohlamaydi. Mayli. Mana bu yerga yugurib mana bu yerga sakraymiz va bu yoqqa o'tib mana bu yerga sakraymiz. Mana bu yerdan sakrash qiyin. Shuning uchun ehtiyotkorlikni o'tish kerak. Uchinchi marta shu yerga yiqilsam bilmadim.
U yerga sakrashdan ma'no yo'q. Mana yerga to'g'ridan-to'g'ri sakrash yaxshiroq. Endi bo'ldi, ustoz bilan urishamiz endi. Og'zimizga cho'p solib, qog'oz otamiz. Qani, hozir bizga qog'ozni berish kerak. Nomi real bo'lgan. Nomi asosiy boshqacha. Ramazan qoldi. Bo'ldi. Ketdik. Maktabdan ketamiz. Va shundan o'yin tugaydi. Juda ham tez bo'lib bo'lishi mumkin, lekin bu menimcha tez tugagani yaxshi. Mana yerga o'tirib olamiz va ketdik. Eshik yopiladi va biz ketamiz. Haydovchini bilmadim, bizga tushunadi. Lekin uyimizga, ya'ni o'yinning oxiriga eltib qo'yish kerak. Agar to'xtab qolsa, o'yinimizga egasini o'tiradi. Ana oyunun oxiri. Hozir o'z avtobus to'xtash kerak. Shunda biz tushib olamiz. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Computer Master kanali bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi videolar shunda tezroq chiqishi mumkin. Hammaga xayr.